Qo'movoy mahallasidan 3 sotuq quruq yer ko'rsataman. Bu videoni 3 sotuq quruq yer qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Ko'rasizlar katta ko'chani masjid yonidan shunday masjid to'g'risidan kirib kelasizlar. Fozilqori masjididan kirganinglarda 118 konechkasiga chiqib ketirish. Bu ham birinchi liniya desa ham bo'ladi. Почти shoh ko'cha emas u. Bu yerda ham marshrut, avtobus, hamma transportlar yuradi. Sotilayotgan xonadonimizda yer hisobida mana shu bo'ladi. Oldi fasad kengligi 10 metr bo'ladi, ichkarigi 30 metr. Oldi taraf zahvatini ko'rasizlar, agarotda gidetda 6-7 metr chiqadi. Mana shuni ham bitta mashina qo'yib qo'ysa, ko'chaga xalaqit qilmaydi. Endi bu joylarda bilasizlar, kommunikatsiyadan muammo yo'q. Orqa tarafda ham to'g'ri burchak. Nimaga yer hisobida, har qayerda yer hisobida, chunki mana imoratni buzib tashlasanglar, shunda katta ploshd bo'lib ochilib turadi. Bu imorat ham ancha oldin qurilgan, sinch devordan qurilgan. Ichkaridan ham ko'rsataman. Xonadon egalari yarmini sotishyapti. Shunday kirib kelgan o'zi 20 ga 30 bo'ladi. Orqasida ham ko'rasizlar, vremyankasi bor. Bu ham 4 yil, 5 yil bo'lgan bu imorat qurilganiga. Endi bu yoqlarni ko'rsatib o'tirman. O'shanda bo'linganda ko'rasizlarmi? Oldi bashara 10 metr chiqyapti, mana masjidgacha. Shunda mana masjidgacha chiqyapti. Bitta devor urilganda 10 ga 30 to'g'ri burchak keng plashatka bo'lib turadi. Xullas, lokatsiyalarni tushuntirib o'tdim. Har bir sotiga 40 ming dollardan pul so'rashyapti. Umumiy narxi 120 ming dollar. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib baraka qilinglar.